O'zbekiston Respublikasi Prezidentini 2025-yil 14-martdagi Oila va xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlar to'g'risidagi 103-sonli qaror qabul qilindi. Mazkur qarorga ko'ra 2025-yil xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash asosiy maqsad va ko'rsatkichlari quyidagilar belgilandi. 2 million xotin-qizni bandligini ta'minlash, 250 ming xotin-qizni tadbirkorlikka o'qitish va kasb-hunarga o'qitish, 250 ming xotin-qizni oliy ta'lim bilan qamrab olish, 50 ming nafar xotin-qizlarni o'sha ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan xotin-qizlarni sanatoriyalarga sog'lomlashtirish, shuningdek ularni tadbirkorlik ko'nikmalari shakllantiruvchi motivatsion seminarlar tashkil etish. 2025-yil 1-maydan boshlab Hamroh tadbirkor ayollar qo'llab-quvvatlash dasturi doirasida xotin-qizlarni yashil loyihalar va IT sohalarida kamida 5 nafar xotin-qizni tadbirkorlikka o'rgatgan 1000 nafar ustozlarga 50 million so'mgacha grantlar ajratish, ijobiy kredit tarixiga ega bo'lgan xotin-qizlarga 100 million so'mgacha garovlarsiz kredit olish belgilandi. Mazkur qarorni ijrosi yuzasidan mas'ul bo'lgan tashkilotlar Markaziy bank va tijorat banklar 1 million 300 ming nafar xotin-qizni o'sha bandligini ta'minlash va tadbirkorlikka o'qitish, xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash bo'yicha Respublika komissiyasi 636 ming nafar xotin-qizlar o'sha ayollar daftariga kiritilgan xotin-qizlarni bandligini ta'minlash, 250 ming nafar xotin-qizni o'sha oliy ta'lim, fan va innovatsiya vazirligi, bandlikka ko'maklashish vazirligi va savdo sanoat palatasi bilan birgalikda oliy ta'limga qamrab olish belgilangan.